Ana, qayerga ketyapmiz? Katta yigit bo'lib qolding, hunar o'rganishing kerak. Ustaga shogird chiqasan, yur. Mana sizga o'g'iltoy shogirdlikka olib keldim. Yaxshi mashina ustasi qilib tayyorlab berasiz menga. Go'shti sizga, suyagi bizga. Dada, men tashlab ketasizmi? Ha, tashlab ketaman. Dada, iltimos tashlab ketmang, olib keting, kechqurunlar o'zim seyishga chiqaman. Yur. Qolmayman. Novvoy bo'lasan. Novvoy hech qachon och qolmaydi. Novvoyning qo'li gul bo'lur. Bang. Bor, tez o'rgangin. Yaxshilab o'rgating unga. Mana nonlar yopdim, qarab tur, pishgandan keyin o'zib olasan. Birak ketdim. Mana sizga shogird olib keldim. Go'shi sizniki, suyagi bizniki. Degan gaplarni unutgan holatda qassoblikni yaxshi o'rgatasiz. Qondan qo'rqmaysanmi? Men chuvini o'ldirganman, bir urganman, puf ketib, anasi qoni chiqib ketgan. Bo'pti, go'shtlarni sotib bo'lmasa. Go'shtlar qani? Sotib yubordim, zo'r ish qilibmanmi? 20 mingdan. Ketaveraymi? Dada, men o'zimga zo'r kasb topdim. Bu yoqqa kelgin, hozir tikaman. Ay, og'riydi-ku. Hey,